2026-yil yanvar hamda fevral, undan tashqari Ramazon oyi umra safari narxlari necha pul bo'lyapti do'stlar? Biz doimgidek ya'ni Yuksak Travel'da bosh ofisiga Farg'onadagi joyiga yetib kelganmiz. Akalarimiz katta yangilik qilib yuboribdi ekan, ya'ni katta chegirmalar. Undan tashqari oldinlari faqatgina Farg'onadan uchardi. Hozir akalarimiz yangilik qilib Toshkentdan reys qilib berishdi. Ahamiyat berib bergan joylaring do'stlar, Farg'onadan ham Toshkentdan ham uchsa, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri Jiddaga qo'nadi. Endi to'liq ma'lumotni Boburxon akadan olamiz. Assalomu alaykum. Boburxon aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Do'stlar, bu sizlarga video, prosta tavsiya video. Bu hech kimni majburlash yoki kimnidir kamsitish tariqasida olinmagan. Shuni ham aytib beraylik. Kimdan borsalar ham, ya'ni litsenziyalangan umra safari narxlaridan boringlar. O'zbekiston bo'yicha mana shu 14 ta litsenziyalangan 14 ta firma bor litsenziyali. Ulardan biri Yuksak Travel'ga tegishli. Yuksak Travel o'sha 14 tani bittasi diniy qo'mitaning rasmiy saytiga kirishsa, ikkinchi o'rinda turibdi. Ikkinchi o'rinda turibdi. Xo'p, aka, birinchi o'rinda mehmonxona masofasini aytib o'tib ketsak. Avvalambor xush kelibsiz. Mehmonxonalarimiz Madina shahrida 100-150 metr masofada. Abrashtayeva, Jamarat, Duratal Madina mehmonxonalari Makkada 1-1,5 kilometr masofada qulay, shinam, tinimsiz qatnaydigan avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa, ya'ni bu hozir mehmonxona uzoqligini aytdik. Makkada Kanari mehmonxonasi. Kanari Inn degan 5 yulduzli mehmonxona. Bizga murojaat qilishsa, videolarni ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beriladi. Taomlarimizga keladigan bo'lsak, aka. Taomlarimiz Madinada 2 mahal, tushlik va kechki ovqat. Tushlikka turk taom, kechki ovqatga milliy taom bo'ladi, 2 mahal. Makka shahrida to'liq 3 mahal o'zbekcha milliy taom o'zimizning oshpazlar tayyorlaydi. Ya'ni o'zimiz vodiycha taomlarni bemalol tanovul qilishlaring mumkin. Aka, bularni aytyapmiz, bizdan ko'pchilik so'rayapti. 50 boshlariga keladigan bo'lsak, 50 boshlari qanaqa? 50 boshlarimiz xushmuomala, shirin so'z, o'zlarining ota-onalariga qaragandek muomala qilishadi. Buni borib kelganlar ham tasdiqlashi mumkin. Izohlarda o'zlarining fikrlarini yozib, bizning gruppalarimizda ham 50 boshlar haqida fikrlar yozishadi. Xushmuomala 50 boshlar. Ya'ni Farg'onadan birga ketishadi. Toshkentdan ham shunaqa birga ketishadi. Qaytib aeroportgacha kuzatib borishadi. Ya'ni doimiy 14 kun davomida. 14 kun safar davomida birga bo'lishadi. Asosiysi shu. Asosiysi shu. Bizdan ko'pchilik so'rayapti. Biz nomini aytmaymiz, lekin boshqalardan bordik, bir ikkita firmadan. Ya'ni muammo bo'ldiki, 2 kun 3 kun yurib turib, ya'ni 50 boshini topolmay qoldi. Unaqa muammolar bo'lmaydi aka. Bizda xudo xolasa 50 boshi bitta guruhni qabul qilib, 14 kundan keyin topshirgungacha boshqa guruhni olmaydi. Xo'p aka, bularni aytyapmiz. Yosh kattalarga yoshi kichiklarga qanaqadir chegirmalarimiz bormi aka? 2 yoshgacha viza uchun to'lov qilishadi, ya'ni $110. 5 yoshgacha $720-750 atrofida. 7 yoshdan keyin katta odamlardaqa bir xil to'lov qilinadi. Yosh kattalarimizcha ayniqsa mana misol sog'lig'ida muammolar bor. Ularga qanaqadir aravacha, shunaqa narsalar olib olish kerakmi yo o'zida bo'ladimi? Agar imkoniyatlari bo'lsa, o'zlari olib olishsa, u yukka hisoblanmaydi samolyotda. Bemalol olib olishlari mumkin. Agar yo'q, bizda aravacha yo'q, imkoniyat yo'q deysa, u yerda aravachalar bor, bemalol foydalanishlari mumkin. Aka, mana hozir o'z boshladingiz, ya'ni yuk deyapsiz. Qanchalik yuk olsa bo'ladi? Ya'ni ruchnoy bagajdagi. Xo'p, 15 kilo bagaj, 5 kilo qo'l yuk olib olsa bo'laveradi bemalol. Demak 20 kilo. Jami 20 kilo. Jami 20 kilo. Bemalol sovg'a salomlarda olsangiz bo'ladi. U yoqda havo issiq bo'ladi. Menimcha qalin kiyimlarda ketishda, qaytishda tashab ketishda ham bo'laveradi. Hozir rosa nima deydi, zo'r havo bo'lyapti, adashmasam. Mo'tadil havo. Ibodatga ham maza qilib. Keyin qaytishlarida o'sha 5 litrli zamzam suv beriladi. U ham yukka hisoblanmaydi. U ham hisoblanmaydi. U ham hisoblanmaydi, aravacha ham hisoblanmaydi. Aravacha ham hisoblanmaydi. Yana bitta savollari, ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda, ya'ni ravzalariga kiriladimi yo'qmi? Savol bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga ketishlaridan oldin shu yerdan turib ruxsatnoma qilib beramiz. Onlayn. Ayollarga sal kamroq, ya'ni 10-15 daqiqa, erkaklarga 20 daqiqa atrofida vaqt qilib beriladi. Hamma xudo xolasa shu kungacha 2 yildan beri kirib chiqyapti Yuksak Travel ziyoratchilar. Xudo xolasa, Qur'on kitobi ham Qur'on kitobni Qur'on bosmaxonasida Madina shahrining 2-kunlik nimasida aylanib yurilganda xudo xolasa 2-kunlik planimizda beriladi. Qur'on kitob har bitta ziyoratchiga. Ibodatdan tashqari qanaqadir sayohatlarimiz ham bormi? Bu 14 kun ichidagi. Bir kun ibodat, bir kun ziyorat, bir kun sayohat asnosida ish ko'riladi. 20 ga yaqin sayohatlarimiz bor. Asosiylari Ravzaga ruxsatnoma, Madina shahri to'liq ziyorati, Qur'on bosmaxonasi, Uhud tog'i, Muzdalifa va Qizil dengiz. Rojihiga kechki sayohat ham bor. Jin masjidiga olib boriladi. Sanasak tugamaydi.
qarasak uyalmaydi. Xudo xolasa bu qisqacha aytilyapti do'stlar, ya'ni sizlarni vaqtlaringni olmaylik degan maqsadda aytilyapti. To'lig'ini telefonda tushuntirib beraveramiz. Tushuntirib berilaveradi. Agar to'g'risi mana biz doimiy videolarimizda aytamiz, yuksak traveldan borganlar bo'lsa, xolis fikringizni kommentda qoldiring. Agar yomon bo'lsa yomon deng. Yaxshi bo'lsa yaxshi deng. Biz hech qanaqangi kommentni o'chirmaymiz. Aynan yuksak traveldan borganlar bo'lsa, xolis fikrlarni bemalol qoldirsangiz bo'laveradi. Xo'p aka, endi asosiysi gapni cho'zmaylik. Yanvar hamda Ramazon oyiga qaysi kunlarga bor? Farg'onadan Toshkentdan aka. Xo'p, birinchi Toshkentda aytaylik. Toshkentda hozir yanvar oyida faqat 28-sanasiga qoldi. Hozirgi kunda. Cheklangan joy bir 7 tami 8 ta joy qoldi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Farg'onadan har seshanba shanbaga joylarimiz bor. Farg'ona Jidda, Farg'ona Madina. Ya'ni shuni ham aytib o'taylik, Farg'ona Madina yo'nalishi ham ochildi. Ha, Madinasi ham. Madina ham qo'shildi. Uni telefon qilsa, qaysidan uchishni xohlasa, o'shanga qarab qo'yiladi. Bizga sanani belgilatishadi, Jidda, Madina aytishadi, shunga qarab belgilaymiz. Xo'p. Bularni aytdik. Ramazon oyiga qanaqa bo'ladi aka? Ramazon oyini ham xuddi shunaqa, har seshanba shanbasiga, qo'shimcha payshanbaga ham qo'yilishi arafasida bizga murojaat qilsa, uni ham chiroyli qilib beramiz. Tushuntirib beriladi. Hop, bu ham o'sha Farg'ona Toshkent. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarimiz Farg'onadan Ramazon oyi o'ziga birinchi, ikkinchi 10 kunlik $1150, Ramazon oyi oxirgi 10 kunlik $1350. Hozircha aktual narxlar shular. Fevral oyigacha biron qilsa shu narxda qoladi. Fevral oyidan narxlar oshadi. narxlar o'zi. Yanvar oyiga qanaqa bo'ladi? Yanvar oyiga $1050. $1050. Toshkentdagi narxlarimiz $1100 yanvar oyi, fevral oyi $1150. $1150. Ramazon oyiga? Ramazon oyiga Toshkentdan $1300-1400 atrofida kuniga qarab. Kuniga qarab boradigan. Bizda o'zi ko'pchilik, ya'ni Hayit bayramini u yoqda kutib olaylik deyshadi. Ya'ni ro'zadan oldin, oddiy kundaqa bu yoqda boshlab, Ramazon oyini boshlanishini ko'pchilik u yoqda kutaman deydi. Unga telefon qilsalar, o'shanga qarab narxlari kelishtirib, bizga telefon qilsa, Toshkent, Farg'ona narxlarini adashtirib yuborishmasa bo'ldi. Ko'pchilik telefon qilyapti, $1050 deyapsizlar deyapti. Toshkent narxi boshqa, $1100 yanvar oyi, $1150 fevral oyi. Farg'ona $1050 yanvar oyi, $1150 fevral oyi. Fevral oyi bo'ladi. Xudo xolasa Ramazon oyiga iltimos adashmang. Adashmasa bo'ldi. Ramazon oyiga ham boshqacharoq narxlar bo'ladi. Telefon qilsalar, videoda mana aytilyapti, yolg'on yo'q. Telefon qilsalar to'liq ma'lumot berishadi. Pastda akalarimizni nomerlarini qoldirdik. Biz turgan joy Farg'ona viloyat, Farg'ona shahar, ya'ni yuksak travelda bosh ofisida turibmiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Al-Farg'oniy 20 Buyuk Ipak yo'li banki yonida. Arendirimiz shu bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.